hozir shuni bitta salvetkani 500 mingga sotib olyapsiz. Men salvetkamni 500 mingga olsangiz, qarang. Men 20 ming prosentli garant beraman. O'ning mashinalarni obzor qilib video qo'yaman. Asosiy sharti salvetkam 500 ming olsangiz. 500 ming olasiz. O'zi 1 million salvetka 500 ming beryapsiz. O'zi to'g'risi reklama 200 so'm eng arzon. Aka, hozir siz shuni bitta salvetkani 500 mingga sotib olyapsiz. Realni sotib olyapsiz. Sizga 500 mingga sotasiz deb o'ylamadim lekin bari. To'xtang aka, men videom kameramda yo'q qo'li. Jigarlar, men o'zim ham sotib olsam bo'larkan, yo'lma-yo'l. Men o'zim ham reklama olsam ham bo'laver. Bitta salvetka atiga 2000 so'mlik salvetka 500 ming. Oybek salvetkani 500 mingga sotib, hozir reklamasini boshladi, shu qarang. Siz xohlagan inamarka deysizmi, o'zimizni eski yangi hamma mashina topishlari mumkin. Xudosi 24 oyga o'zlaridan bez bank olishlari mumkin. Nomerlarni albatta qoldiraman. Katta bola qora Gentrasi, Trenddagi Trekker, xullas, Lacetti. Unday hammasidan bor ekan, xudo xolasa, bemalol nomerlarni qoldiraman. Kimga variantga mashina kerak bo'lsa, akam do'stlariga aloqaga chiqarasizlar, xudo xolasa. Yaypardan kelasizlar, Qo'qondan kelasizlar, Farg'onadan kelasizlar, 24 oygacha variantga qilib berasizlar. Telegram kanallariga ham bemalol o'tib mashinalar narxlarigacha, rasmlarigacha bemalol ko'rsanglar bo'lar ekan-da, bosib olish kerak.